Senda ikkita yirik jang turibdi, bir tarafingda Ilya, bir tarafingda Islom. Lekin sen bu ikkisi bilan ham jang qila olmayapsan. Bu seni asabingni buzmayaptimi? Yo'q, men e'tiborim faqat 155 poundda va bu Ilya. Men tabiiy 155 pound jangchisiman. Men bu yerda qolib, titulni yutib, iloji boricha ko'proq himoya qilmoqchiman. Yaxshi, oxir-oqibat Islom bilan jang qilaman deb o'ylaysanmi? Qaysi biri haqiqatga yaqin? Raqib sifatida Ilyani yoki Islomni urmoqchisan? Hozir Ilyani. Islom bilan tugallamagan ishing bo'lsa hammi? Ha, bizda tugallamagan ish bor, lekin Islom 170 poundga ko'tarildi va boshqa qaytmaydi. Kim senga ko'proq yoqmaydi? Kimni urishni xohlaysan? Ilyani. Nega? Chunki u soxta. Wow. Nega unday deyapsan? Chunki u hayotda o'zini boshqacha tutadi. Kamera kelganda esa o'zgarib oladi. Bo'lmag'ur gaplarni gapiradi, boshqa odam bo'lib oladi.